Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Har doimgidek ushbu video 3 qismga bo'linadi. Faktlar, shaxsiy fikrim va xulosa. O'zbekiston milliy terma jamoasining butun tarixi davomidagi eng muhim ikkita o'yin qolgan. Buni barchamiz yaxshi tushunib turibmiz. Istalgan bosh murabbiy o'zining pik formasida bo'lgan sportchilarni terma jamoaga chaqirishni va natija qayd etishni xohlaydi. Terma jamoada hech qanday nomlar muhim o'rin egallamaydi. Men ushbu videoni boshlashdan oldin sizlardan iltimos qilib qolaman. Bir dona like tugmasini bosib qo'ying. Kommentariyada o'zingizni istalgan fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Har qanday terma jamoa uchun xizmat qiladigan 5 ta yoki 6 ta divizion bo'ladi. Bizda esa atiga 2 ta: Superliga hamda Pro Liga. So'nggi yillarda agentlarning faolligi evaziga legionerlarimiz har tomon palak yozishgan. Shu legionerlar hamda o'zimizning Superligada o'zini ko'rsatayotgan futbolchilar ichidan Temur Kapadze o'sha kungi eng yaxshilarini tanlab olish kerak. Bu esa o'ziga xos mushkullik tug'dirishi tabiiy, chunki Superligamiz so'nggi turlarda qizigandan qizib bormoqda. Legionerlar esa tur futbolchilariga aylanib borishyapti. Siz u biz xohlagan futbolchilarni Temur Kapadze hattoki tarkibga qo'shish uchun ham, zaxira o'rindig'ida o'tirib turish uchun ham chaqirmasligi mumkin. Shuning uchun ham u bosh murabbiy, biz esa muxlismiz. Lekin bugungi kunda istalgan ma'lumotni qidirib topish mumkin bo'lgan zamonda har bir muxlis o'zining shaxsiy tarkibini tuzishga haqli, o'zining fikrini aytishga haqlidir. Darvozabonlar yarim jamoa degan maqol futbol borki, hali ham yashab kelmoqda. Men tushuna olmadim. Darvozasidan to'p o'tkazib yuborsa, himoyachilarga baqiradigan shaxslar qanday qilib yarim jamoa bo'lishi mumkin? Maydon tashqarisiga chiqib ketgan to'pni olib kelish uchun bir shaxs kerak bo'lgan. Aynan shundan boshlangan darvozabonlarning paydo bo'lish tarixi. Albatta bu hazil. Utya, ya'ni O'tkir Yusupov ikkita penaltini qaytarmaganda o'zimizni oqlash uchun turli bahonalar topib turgan bo'larmidik. Istalgan jamoaning gladiatorlari bu oldingi chiziq bo'ladi. Safning oldingi qatorida jangga kirish bu qahramonlik. Baxtimizga Shomurodov chiqib qoldi, lekin u ham jarohat olib ba'zi bir o'yinlarda bizga yordam bera olmayapti. Uning o'rniga munosib variant Muhammadali O'rinboyev va Igor Sergeyev. Aynan shu uchlikni ko'rib chiqamiz. Kommentariyada va opisaniyada Telegram kanal silkasi turibdi. U yerga kiring. Yutuqlar sizni kutmoqda. Telegram kanalda istalgancha ma'lumot va promokod topishingiz mumkin. Bonuslar bor. Marhamat, o'zingizni sinab ko'ring. Dast avval Muhammadali O'rinboyevga to'xtalsak, u Brentford B jamoasida amaliyot o'tab kelgandan keyin Paxtakorda unchalik ko'rinish bermadi. Qachonki Pedro Marrera ishdan ketgunigacha. Kamoliddin Tojiyev unga yetarlicha o'yin amaliyotini taqdim etmoqda. U va boshqa yoshlarga ham. Xitoyda bo'lib o'tgan Jahon chempionati yo'llanmasini beruvchi U20 Osiyo Kubogi yodingizdadir. Muhammadali O'rinboyev o'sha turnir to'purari bo'lgan. O'zbekiston milliy terma jamoasi chorak finalda Janubiy Koreya terma jamoasiga penaltilar seriyasida mag'lubiyatga uchragan va turnirni tark etgan edi. Turnir davomida kurashuvchanligi, pozitsion hujumlarda keskiriligi va uzoqdan yo'llanadigan bez shans zarbalari bilan ko'pchilikning diqqat e'tiboriga tushib ulgurgan edi. Bugun esa Paxtakor futbol klubi tarkibida 8 ta o'yinda maydonga tushgan. 4 ta gol urgan. Umumiy 303 daqiqa maydonda harakat qilgan. O'sha 8 ta o'yinning 6 tasini zaxiradan boshlagan. 2005-yilda tavallud topgan 20 yoshli futbolchi uchun bu natijalar normal. Temur Kapadze o'ylab ko'rsa arziydi. Nima dedingiz? Endi esa so'nggi yillarda qattiq mehnatlari evaziga gladiatorlardek jismonan baquvvatlashgan Igor Sergeyev haqida to'xtalsak. Igor Qatarda o'tgan Osiyo Kubogida jarohat olgan. Terma jamoada jarohat oldi. Klubida esa 1 yil davolandi. Pathum United kamdan kam jamoalar qiladigan ishni qildi. Sergeyev maydonga qaytdim deganda Paxtakor o'z safiga qo'shib oldi. Bugun esa nafaqat Paxtakorning, balkim Superliganing to'purari bo'lib turibdi. Sergeyevning kuchli tomonlari. To'psiz harakat qilishiga hech e'tibor berganmisiz? Pressingda daho sanaladi. Raqib jamoaning himoyadan chiqishdagi harakat oqimini nisbatan zaifroq tomonga burib yuboradi. Nisbatan kuchsizroq futbolchidan esa markazdagi Shukurov yoki Hamrobekov to'pni olib qo'yishadi va qarshi hujumga o'tishadi.
Pressingdan maqsad shu o'zi aslida. Va yana bosh bilan o'ynashda ancha samarali. Bu esa Birlashgan Arab Amirliklari bilan bo'lib o'tadigan o'yinda standartlardan nafli yoki xavfli bo'lishi aniq. Timur Kapadze qo'rqmasdan FIFA kunlarida chaqirishi mumkin. Endi esa Eldorning Romasiga o'tsak yoki Romaning Eldoriga deymizmi? Xullas, italyancha soch turmagiga ega legionerimiz bor-ku, shuni aytaman. Eldor Genoaga borib qo'shilgan davrlarni eslasak, ancha sermahsul edi. Roma uni sotib olgach, zaxira futbolchisi ekanligiga ishontirib qo'ydi. FIFA kunlarini kutib yashardi, go'yoki qafasdagi bo'ri kabi. Yilda 2 bor yovvoyi tabiat qo'yniga ozod qilinadi va yana qafasga qaytadi. Claudio Ranieri Romaga kelgach, uni qafasdan ozod qildi. Asosiy raqobatchisi bo'lgan Artyom Dobik jarohati Eldor 4 yil kutgan lahzalarni taqdim etdi. Allaqachon Dobik maydonga qaytgan, Shomurodov esa asosiy tarkibda. Ha, sen uddalading, biz bilardik buni. Chunki ertaklar doim yaxshilik bilan yakunlanadi. To'g'ri, seni ertaging hali tugamadi. Aksincha, oddiy cho'pon yigit 3 boshli ajdarho bilan jang qiladigan sahnasi endi aytiladi. FIFA kunlari uyingga qaytasan. Birlashgan Arab Amirliklari bilan bo'ladigan o'yinda assist va gollar urishing kerak. Vaqting bo'lganda Husanovni chekkaroqqa tortib, o'zing bir gaplashib qo'ygin, unga aytginki, senga gallarning sehrli damlamasi shart emas. Sen shundoq ham yoshligingda damlama to'la qozonga tushib ketgansan. Bo'ldi, terma jamoada o'zingni ko'rsat. Amirlikmi yoki dohalik barchasini sidirib tashla yo'lingdan. Qo'rqma uka, ortingda biz turibmiz degin. Ortingda butun turkiy xalqlar turibdi degin. Birlashgan Amirlikni birlashib yutamiz degin.